Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun go'shtimizni ko'rsatib qo'yamiz. Negativchilar bitta ko'rib qo'yasizlar mana. 350 talik buqani, 400 talik buqalarni go'shtini. Ketdi mana ko'rib qo'yasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Negativchilar bormisizlar? Qaranglar. Go'shtga baho berasizlar, go'shtga. Bozor bir go'shtlar mana qolgan joyini kesib ko'rsatib beramiz. Sizlar uchun mana yablichkalar. Mana biqin qismi bo'ladi. Bu biqin qismi. Mana yablichkasi bo'ladi. Bu yablichkasi bo'ladi. Mana garmushkasi bo'ladi. Kilosini bitta ko'rib qo'yasizlar. 18 kilo 700 kelyapti. Hop. Yablichkasini bitta kesib qo'yamiz sizlar uchun. Jonivor. Go'shtga baho berib qo'yasizlar. 125 ming so'm bo'lyapti. Yaqinlarga uzatib qo'yasizlar. Go'shtimiz ishonchli, halol, sifatli, svejiy go'sht. E'tiboringiz uchun rahmat.